quruluşuna asaslanganda 2 ayının 17 günü saat 0'dan 24gacha Abdulum rayonimizda yangi tipdagi tojsimon virusli o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilgan kasaldan biri ko'payganligi doklad qilingan. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanini o'z ichiga oladi. Bu kasal Bingtuan 8-shisi Shixanzi shahrida. 2 ayının 17 günü saat 24gacha Abdulum rayonida jami 76 kasalga yangi tipdagi tojsimon virusli o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilganligi doklad qilindi. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanini o'z ichiga oladi. Buning 52si Abdulum rayonida, 24i Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanida. Aniq diagnoz qo'yilganlarning 23i Urumchi shahrida, 18i Ili oblastida, 3i Turpan shahrida, 1i Aqsu viloyatida, 4i Sanchi oblastida, 3i Baynug'ulin oblastida, 1i Bingtuan 7-shisida, 4i Bingtuan 8-shisi Shixanzi shahrida, 4i Bingtuan 9-shisida, 2si Bingtuan 6-shisi Wuzhaju shahrida, 3i Bingtuan 13-shisida, 10i Bingtuan 4-shisida. Jami 12 kasal saqayib doktorxonadan chiqdi. Biri qazo qildi. Doktorxonadan chiqqanlarning 4i Urumchi shahrida, biri Turpan shahrida, 4i Ili oblastida, biri Aqsu viloyatida, biri Bingtuan 7-shisida, biri Bingtuan 8-shisi Shixanzi shahrida. Hozir 63 kasal doktorxonada ayirib davolanyapti. Buning ichida 10 kasalning ahvoli og'ir, 4ning ahvoli xatarlik. Navbatda 5245 odam tibbiy kuzatishni qabul qilyapti.